Bugun 1-iyun ehsonimiz to'xtatiladi. Hurmatli savodbesh insonlar, barchalaringizga rahmat. Xabarlaring bor, Hasan Bey akamiz ishini 22-aprelda ehsonini boshlaganmiz. Shu kunga qadar mana bugun 1-iyun bo'lishiga qaramasdan Alloh rozi bo'lsin, ehson berganlardan, duo qilganlardan juda ham xursandmiz. Mana bugun hisobotni ko'targanmiz. Hisobotimiz $26560 bo'ldi shu kunga qadar. Endi shu summamiz bilan hozir akamizni Hindistonga davolanishga jo'natamiz. Sababi biz aytilgan summa to'liq bo'lmadi, lekin hozir mana shu summa bilan Allohga shukr, shu summamiz bo'ldi. Hozirda oldini olib harakat qilib akamizni jo'natishga qaror qildik. Endi imkon qadar hozir biletlarni boshlaganmiz, albatta biletlarni olaylik. Qo'lga olgan kunimiz albatta sanalarini aytamiz. Xalqimiz bilan birgalikda kuzatamiz. Ehson tomonlama videomiz to'xtatildi, to'g'ri, faqat videoni umumiy videolari, kunli videolari to'xtatmaymiz. Akamizni mana shu xonadondan sog'-salomat chiqib ketishlari, albatta Hindistonga yetib borishlari, davolanayotgan jarayonlarini albatta qisqa qilib video shaklida joylab boraman. Kuzatib turinglar. Akamizni haqqilariga, oilasiga duo qilib turinglar. Inshaalloh birgalikda harakatdamiz. Ozma-oz pulimiz yetishmovchilik bo'lyapti. Ehson tomonlama xo'p to'xtatgan bo'lsa to'xtab qoldi demaymiz. Imkoni boricha ko'ngillilar mana shu xonadonlarga kelib, akamiz o'zini qo'llariga berib kelsalar xursandmiz. Hozir puldan ozma-oz yetishmovchilik bo'lyapti. Endi ushab tursak bo'lmaydi. Vaqtimiz o'tyapti, kasallik kuchayib boryapti. Shu sababli akamizni tezroq jo'nataylik, Hindistonga borib tezroq davolansin. Xalqimizga iltimos qilamiz. Duo qilib turinglar. Inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi. Hammalaringga rahmat. Shu kunga qadar yordam berganlardan Alloh rozi bo'lsin. Mana endi Hasan Bey o'zlarini chaqiramiz. Akamizda minnatdorchiliklari bor. Albatta to'g'ri tushunasizlar, kameraga chiqqanda hayajon bo'lsa-da, noqulaylik bo'ladi. Xalqimizga duo qilib beradi. Hasan Bey mana xalqimizga rahmat. Qarang, shu kunga qadar mana bugun 1-iyun bo'lishiga qaramasdan mana hisobotda ko'tardik, $26500 bo'ldi. Albatta bu summa bilan hozir sizni chiqarib turaveramiz, imkon boricha kampiyonsini harakat qilamiz. Savodbesh insonlarimizdan to biletni olgunimizcha yordam berib qo'ysangiz, masalan, yerda duo qilib berasiz xalqimizga. Murodjon, mana rahmat xalqimizga, uzoq yaqin deylarga, musofirlarga, barchalariga rahmat. Allohim o'zingga hamd sanolar bo'lsin. Dunyodagi barcha maqtovlar faqat o'zingga bo'lsin. Sen oliy husnga, ulug' saltanatingga munosib ham bo'lsin Parvardigor. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam haq hurmati barchalaringdan Alloh rozi bo'lsin. Qilgan ehsonlaring daryohida qabul qilsin. Amin. Alloh. Xalqimizga rahmat. Inshaalloh aka ma'zum bo'ling. Kasallik ketadi albatta. Inshaalloh zo'r bo'ladi. Xalqimizga rahmat deb bo'lamiz. Imkon mahzun bo'lma. Kasallik albatta ketadi. Musibatlar albatta ko'tariladi. Gunohlar kechiriladi, qarzlar uziladi, mahbuslar ozod bo'ladi. G'oyiblar, ketganlar albatta qaytib keladi. Osiylar tavba qiladi, albatta yomonlar jazosini oladi. Mahzun bo'lma.